Qarshingiz kerak. Gap so'z bersangiz boshlayveramiz. Aha, tabii. Bo'ladimi, shunga boshlayveramizmi? Hurmatli komissiya a'zolari, bugungi ko'rilayotgan ochiq tanlov asosida ko'rilayotgan nomzodlarimiz korrupsiyaga qarshi kurashish va kontrol nazorati bo'limi boshlig'i lavozimiga ko'rilayotgan nomzodlarimizni tanishtirib o'taman. Birinchilari Ziyamatov Davron Sultonmurodovich, ikkinchilari Kubayev Komol Murtazayevich, uchinchilari Yunusov Ravshanjon Zokirjonovich. Hozir birinchi nomzodimiz bilan suhbatni boshlaymiz. Ziyamatov Davron Sultonmurodovich 1967 yil 23 oktyabrda Toshkent viloyati Zangiota tumanida tavallud topganlar. Ma'lumotlari oliy. Toshkent davlat pedagogika universitetini tarix va jamiyatshunoslik davlat huquqi o'qituvchisi mutaxassisligini tamomlaganlar. Hozirgi kunda ishsizlar. Marhamat, savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Hozir bizning huzurda ikkita nomzod qanday kelgan, ha? Tushdi, ha, ana shu. Ikkita nomzod. Bitta qanday emas, ikkita nomzod. Yo'q, hozir Davronga ko'rsatdilar. Bo'ldi. Hop, savollarni Birinchi savolim shunday iboratki, bizlar hozir manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida tushuntirganlik asosiy maqsad manfaatlar to'qnashuvi deganda o'z manfaatini davlat va jamiyat manfaatidan yuqori qo'yish, o'z manfaatini ustida undan foydalanishni kutadi. Masalan, manfaatlar to'qnashuvi korrupsiyaga o'xshagan omillarga olib keladi. Shaxsiy manfaati yoki o'ziga tanish bo'lgan, yaqin bo'lgan manfaatini ko'zlab manfaati bo'yicha himoya qiladi, o'shani oldini oladi. O'shanga yondashishdi. Asosan korrupsiya omillerini keltirib chiqaradi. Har bir tashkilot korxona manfaatlar to'qnashuvi tanish bilish debatizm masalalari, rahbar bilan xodim o'rtasidagi manfaatlar to'qnashuvi, qarindoshlik bu boshqa masalalar o'z ichiga oladi. qarindosh urug'chilik Tashkilot korxonalarida davlat tashkilotlariga mustaqillikka bo'lgan korxona tashkilotlarda manfaat to'qnashuvi o'zga qonunda belgilangan. Aka-ukalar, ota-ona, opa-singillar, qaynota-qaynotalarni ustiga oladi. Bu asosan manfaat to'qnashuvi keltirib chiqadi. Bundan asosiy maqsad har yili deklaratsiya to'ldiriladi. Bu deklaratsiya to'ldirilgandan keyin fevral oyida muhokama qilinadi. O'sha axloq odob komissiyasi huzurida muhokama qilinadi. Chora-tadbirlar, kerakli chora-tadbirlar belgilanadi. Agar to'lasida to'g'ridan to'g'ri qo'lasida bo'lgan qarindoshlarga boshqa tizim o'tkaziladigan boshqa yo'llanadi. Va shunga o'xshagan boshqa chora-tadbirlar belgilanib, Abdulloh komissiyasida muhokama qilinadi.
kelyapti yordam. Endi bilasan, hamma taniydi, yaxshi, yo'q bo'lmasa biz ham yurimiz bulardan, bu birinchi savol. Ikkinchi savol, nimani biza compliance bo'limida ishlab ancha xodimlarni chorasini ko'rganmiz. Jarimadan, qaysidan, bundan tashqari qo'pol buzganlarni shartnomani bekor qilishga ham o'rganamiz. Bu yo'nalish ham hozir bizda ustuvor turibdi, sababi xodim soni ko'p. Har bittasiga yugurish muammo. Tizim qilingan, mukammal. Nazorat qilish mexanizmiga takomillashtirish. Nima deb o'ylaysiz? Undan ko'ra to'g'ri savol berdingiz, to'g'ri topshiriq berasiz. Bu masala bo'yicha agentlik rahbari o'zida bundan buyon yangi takomillashtirilgan variant bo'larkan. Hamma narsa sun'iy intellekt bilan raqamlashtirish orqali bo'ladi. Masalan, tekshirayotgan arizalar ham raqamlashtirilgan bo'larkan. Chora tadbirlar ham nima natijalar ko'rsatsa ham amalga oshirishlar raqamlashtirilib kiritilib, to'g'ridan to'g'ri komissiyaga ishlarkan, ishlarkan anaqa bo'lmas ekan, shu masala bo'yicha hammasi yo'lga qo'yilib, o'shalarni taqdirga qo'yib yakuni bo'yicha mana shu yilda avgustda o'ylaymanki yanada mukammallashib lozim topishda ishlasak joyga qo'yamiz. Kim savollar bor? Savol yo'q. Shuhrat aka, bizga savollar berdik, javob berdimi Davron aka? Agar savollar bo'lsa, mana Davron aka tayyorlar. Davomingiz bilan deklaratsiyalarni to'ldirish tartibi bo'yicha tizim ishlab chiqildi. Tizim ishlab chiqib taqdim beramizda. U masala borib anaqaga borib taqalgan, moliyaviy masala bo'lib taqalgan. Moliyaviy borib taqalgan, haliga o'sha programmalarni masalalarini qo'ygan. Ajratiladigan mablag'. Lekin biz rejaga kiritganimizda Rossiya farmoni misoli Rossiya farmoni ijrosi bo'yicha nazorat yuzasiga o'tilgan sun'iy intellektni yo'lga qo'yish, raqamlashtirish, qonunlar bilan xizmatchilar o'rtasidagi muloqotni yo'q qilish, o'rnidan to'g'ri raqamlashtirish orqali sun'iy intellekt orqali amalga oshirish choralarini belgilab rejalarimiz bor. Mas'ullarga rahbarlik bergan maslahatlar rahbar bilan rahbariyat bilan kelishib nazorat qilishdan chiqamiz. rahmatchilar. Bor savol yo'q, Shuhrat aka? Manda yo'q.
O'zbekiston Respublikasini qonunga asosan ishlab chiqilgan. Bunga asosan munosabatlar O'zbekiston Respublikasini jinoyat va ma'muriy kodekslardan olingan va turmush qattiq solish qiyinligini ekspertizasi bor. Shunga asosan ishlab chiqilgan. Shunga asosan ish faoliyatini
xodimning qarindosh urug'ida yoki o'zining oila a'zolarida xos xizmat bajarayotgan firmasi bormi yo'qmi ishlar amalga orqasidan ishdan ketganlar ham bo'ldi. Laboratoriyalar borganmiz. Ko'pi ta'sischi ekan, o'sha ta'sischilarni aniqlab qaysi hollarda manfaatlar to'qnashuv arzi tushgan ishlamas kerak tashkilotni aytaylik direktor direktorlar qaysi hollarda manfaatlar to'qnashuv manfaatlar to'qnashuv bo'lmasa xodimimiz masalan
ichida chaqaloqning ichida raqamlar chiqaradigan qanday raqamlar bo'lgan yo'nalishlar bormi? Borda hozir mana shuni ko'rib chiqyapmiz. Antikorrupsiya agentligi bilan birga bilyapmiz. Ishtirok etdi, anaqasida o'rnida o'sha narsalar tartib berildi. Mana shu bo'yicha mulohazamizni berdi. Ular ko'rib chiqyapti, o'sha bo'yicha programmalar tuzib chiqamiz dedi. Keyinchalik mana shaffoflikka erishiladi shu o'rtasida. degan maqsadda xulosaga keldi. O'sha ozgina mablag' kerak. Shunday server olishimiz kerak. Agentlik bo'yicha serverni o'sha antikorrupsiyaga ulashimiz kerak. O'shanda texnik tomonlarni hujjat aqladi, munosabat chiqadi. Shu bo'yicha biza mulohazamizni berib keldik. Amalga oshirilishi mumkinmi bu talab? Buni bir yo'lga qo'yib olsa, boshqa savol yo'qmi shortiga? Yo'q, haqim. Bo'lmasa sizga rahmat. Qonun tozalash natijasini nazorat qilamiz. Shortiga sizga rahmat. Va tugadi suhbatimiz. Sog'lom bo'ling, yaxshilik bo'lsin. Yaxshi.